Assalomu alaykum, hurmatli ovchi akalar. Mana bugun hafta kuniga yakshanba ekan, 25-yanvar chizasiga akalarimiz omboriga baliq olib ketyapman. Xudo xolasa ertaroq boraman bugun. Yo'lga chiqdim o'zi. Yarim soat, 1 soatga qolib qolmay omborga kirib boraman akalar joyiga. Baliqni zo'rg'a olib ketyapman akalar, kelaverasizlar. Kecha kuni olib chiqqan balig'imdan hammabob, qarmoqbob baliqlar akalar. Nima deymiz endi? Shu bugungi boshlanayotgan yakshanba kuninglar hammanglarga xayrli bo'lsin. Barakatli bo'lsin. Kimki nimaki maqsadda ko'chaga chiqayotgan bo'lsa, niyatinglarga ziyodasi yetinglar akalar. Xususan baliq ovga borayotgan akalarga ham qaysi omborga borsanglar ham oila barobardan kelaversin. Akalarning omboriga kelayotganlarga omad akalar, sog' bo'linglar.